Mana bizda ham shunaqa dam oladigan joylar bor. Vodiyda shunaqa go'zal, chiroyli tabiati bor vodiyda. Mazza qilib odamlar dam olyapti mana. Kema hozir baqib o'tadi mana shu kema. Ikkita qishloqni bir-biriga bog'lab turadi mana shu kema. Tabiatni qaranglar, tabiatni. Va mazza qilishyapti mana. Shunaqa kelinglar dam olishga. Mana odam ko'p, choyxona bor, baliq, shashlik, mashlik. Kema baqib o'tadi hozir.